Assalomu alaykum hurmatli Megabeton kuzatuvchilari. Bugungi mehmonimiz Shohhasan Mirzamatov, hammaga yaxshi tanish bo'lgan professional MMA jangchisi. Assalomu alaykum Shohhasan aka, xush kelibsiz. Ko'rganimdan xursandman. Nima deb o'ylaysiz? Men betondagi mustahkamlikni har bir sportchining irodasini mustahkamligiga o'xshataman. Shunday desam bo'ladi, endi sportchi o'zining mehnati bilan, chiniqishi bilan qanday mustahkam bo'lsa, irodasi betonga ham xuddi shunday puxta tayyorgarligi bilan mustahkam bo'ladi. Endi sportchi bilan beton mustahkamligini o'xshatsa bo'ladi. Tushunarli. Shohhasan aka, ko'plab janglaringizdan keyin Megabeton bayrog'ini ko'tarasiz, Megabetonni homiyligini aytasiz. Megabeton sizga homiylik qilgandan beri qanaqadir samara bo'ldimi? Sizga yordam bo'lyaptimi? Albatta, bizga anchalar podдержка qiladi. Liboy sportchi finansiy tomondan muammolar bo'lishi mumkin. O'shaning uchun homiy kerak bo'ladi endi har xil vitamizatsiyasiga tayyorgarlik, jangga tayyorgarligiga baribir. Shohhasan aka, yana bir savol bilan yuzlanaman. Sizga hozirgi kunda ko'proq kimlar homiylik qilyapti? Hozirda Mega House bilan Megabeton asoschisi Farhod Qosimovga kattakon rahmat. Doim sportchilarni podдержка qilib, qo'llab-quvvatlab turibdi. Kattakon rahmat aytamiz sizga. Sizga ham kelganingiz uchun rahmat, vaqt ajratganingiz uchun ham katta rahmat. Keyingi janglaringizda omad tilab qolamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.